Ichkarida mana Qo'zlaydi. gapirmay tur. Eski konteynerlardan 2 xonali uylar yasab tashlashayapti. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa konteynerlarni 2 xonali uylarga aylantirish necha pulga tushadi? Assalomu alaykum, Pajanniy tarix kuzatuvchilari. Xo'p, Sergeli tumanidamiz. Mana shunaqa konteynerlarga signalizatsiya, Pajanniy signalizatsiya qilib berish xizmatlarini o'rganamiz. Ichkarida mana bolalar ishlashyapti. Xo'p. Hozir qilib o'tilgan ishlar haqida Sherzda ham ma'lumot berib o'tadilar. Assalomu alaykum, Pajanniy tarix kuzatuvchilari. Mana Sergeli tumanida 40 ta konteyner Pajanniy signalizatsiya ishlarini olganmiz. Ularni qilib beryapmiz. Mana signalizatsiyalarni, datchiklari, knopkasi, bu yoqda pribori, suslari, akkumulyatorlari hammasini signalizatsiyalarni qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Pajanniy targa murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz.